Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ko'pchilikga qiziq bo'lgan va ko'pchilik geometriyada juda ham ko'p qo'llaydigan o'sha mashhur kosinuslar teoremasini sizlar bilan o'rganamiz. Xo'p, kosinuslar teoremasini faqatgina mavzusini o'tib beraman bu videoda. Boshqa videoda bo'lsa alohida misollarni ishlanishini hozir tushuntirib beraman. Bu videomiz juda ham qisqaroq va bu video faqatgina mavzuni tushunib olish uchun mo'ljallangan. Ya'ni bu videoda faqatgina formula qayerdan kelib chiqqan, nima uchun bunaqa bo'ladi, nega aynan bu tarzda ishlatiladi, ana o'shani tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Demak, diqqat qilamiz. Bizga ixtiyoriy uchburchak berilgan bo'lsin. Demak, ixtiyoriy uchburchak qandaydir berilgan bo'lsin. Uchburchakning, demak, ABC uchburchak beriladigan bo'lsa, uchburchakning, demak, A uchini burchagi alfa bo'lsin. Ya'ni AB va AC tomonlar orasidagi burchak alfa bo'lsin. Alfa va A tomon va B tomon berilgan bo'lsin va o'sha alfani qarshisidagi C tomonni topish talab qilingan bo'lsin. Demak, bizning maqsadimiz alfani qarshisida topgan C tomonni uzunligini topish. Ya'ni takrorlayman, bizda mana bu tomon bor, bu tomon bor, oradagi burchak bor va oradagi burchak aynan 90 gradus bo'lmagan holatda, balki bo'lgan holatdadir. Umuman olganda o'sha ikkita tomon va orasidagi burchak berilganda burchak qarshisidagi tomonni topish masala qilib berilgan bo'lsin. Xo'p, demak, bu uchun maxsus formulamiz, teoremamiz bor, kosinuslar teoremasi. Faqat sizlar bilan hozir qayerdan nima kelib chiqqanini shunchaki sizlar bilan tahlil qilib ko'ramiz va formulani tushunishga harakat qilamiz. Demak, biz agar uchburchak oladigan bo'lsak, qandaydir ixtiyoriy. Xo'p, demak, bu tomon bizda A, bu tomon B, orasidagi burchak alfa bo'ladigan bo'lsa, bu tomon C bo'lsin. Biz ixtiyoriy ravishda bitta balandlik tushirib olamiz. Ya'ni h balandlik tushirib oldik. O'zimizdan bu balandlik biz uchun yordamchi balandlik hisoblanadi. Demak, biz yordamchi balandlik o'tkazdik. H balandlik. Endi h yordamchi balandlik bo'lgandan keyin, xo'p, e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu to'liqligicha kesmani uzunligi bizda B ga teng. Agar biz mana bu kesmani uzunligini deylik, boshqa rangga belgilab oladigan bo'lsak, demak, mana bu kesmani uzunligini agar biz x deydigan bo'lsak, xo'p, harflab olsak yaxshiroq bo'lar ekan. A, B, C uchburchak deylik. Mana bu BD balandlik bo'lsin. AD kesmani uzunligini agar x deb oladigan bo'lsak, bizda DC kesmani uzunligi B minus x bo'ladi. Xo'p, endi biz ABD to'g'ri burchakli uchburchak va BDC to'g'ri burchakli uchburchak uchun har doim Pifagor teoremasini yoza olamiz. O'zi odatda juda ham ko'p misollar Pifagor teoremasi orqasidan juda ham ko'p formula Pifagor teoremasi orqali isbotlanadi va Pifagor teoremasi juda ham muhim hisoblanadi. Siz menimcha Pifagor teoremasini juda ham yaxshi bilsangiz kerak. Demak, katetlar kvadratlar yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng. Bu yerda BD katet, AD katet, ularning kvadratlar yig'indisi gipotenuza, ya'ni AB kesmani A ni kvadratiga teng bo'ladi. Demak, h kvadrat qo'shilgan x kvadrat bizda a kvadrat bo'ladi. Endi keyingi uchburchakka qaraydigan bo'lsak, mana bu uchburchak bizda BDC uchburchak. Bu yerda ham biz bemalol Pifagor teoremasini yoza olamiz. Demak, h kvadrat qo'shilgan, demak, b minus x ni kvadrati c kvadratga teng bo'ladi. Bizga bu yerda h kvadrat umuman kerak yo'q, chunki masalamizda o'zi dastlabki misolga qaraydigan bo'lsangiz ham bizda balandlik berilmagan edi. Biz bularni bemalol ayirib yuborib, quyidagi tenglikni olishimiz mumkin. Kelinglar, pastdan tepani ayirgan hisoblanaylik. Demak, b minus x ni kvadratidan biz x ni kvadratini olib tashlaymiz. Bu tomonda esa c kvadratdan a kvadratni olib tashlaymiz. Demak, oddiy tenglikdan topilyapti. b minus x ni kvadratini agar ochib yuboradigan bo'lsak, mana bu joy bo'sh, men shu joyga yozib turaman. Demak, b kvadrat minus 2bx qo'shilgan x kvadrat minus x kvadrat teng c kvadrat minus a kvadrat bo'ladi. Bu qavs kvadrat ochishga to'xtalmayman. Agar siz kosinuslar teoremasini o'rganayotgan bo'lsangiz, demak, siz allaqachon matematika bo'limini tugatgandirsiz yoki allaqachon qisqa ko'paytirish formulalaridan o'tib ketgansiz. Shuning uchun buni osongina ochib olishingiz mumkin qavsni. X kvadratlarni qisqartirib olamiz. Bizda b kvadrat minus 2bx ifoda qoldi va bu c kvadrat minus a kvadratga teng. Va ko'rib turganingizdek, bizning maqsadimiz c ni topish edi. O'shaning uchun shu yerdan c ni topishga harakat qilamiz. Demak,
s kvadratni topadigan bo'lsak, a kvadrat u tomonga plus bo'lib ketadigan bo'lsa va teskari tartibda yozyapman, demak a kvadrat qo'shilgan b kvadrat minus 2bx degan tenglikni olamiz. Xo'p, endi bizga s ni topish uchun nima xalaqit qilyapti? Hamma narsa bor-ku, a berilgan, b berilgan, o'rniga qo'yib topsak bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Albatta bizga x soni xalaqit qilyapti. Xo'p, demak x ni topishga kirishaman va x topish uchun menda albatta yaxshi imkoniyat bor. Menda nima berilgan edi? A va b tomonidan tashqari. A va b tomonidan tashqari o'rtoqlar bizada alfa burchak berilgan edi. Uni esdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, biz o'sha alfa burchak orqali biz bemalol x uzunlikni topa olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, nima ish qilamiz? Tasavvur qiling, sizda to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. To'g'ri burchakli uchburchakda deylik, mana bu tomon joy sizda uzunlik x, sizda alfa burchak berilgan va mana bu uzunlik sizda a. Siz qanday qilib mana shu joyda x uzunlikni topishingiz mumkin agar sizda a va alfa burchak berilgan bo'lsa? Albatta kosinusga ta'rif berasiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasini o'rgangan bo'lsangiz, burchakni sinus kosinus ta'rifini albatta yaxshi bilishingiz kerak. Demak, biz bu yerda kosinus alfaga ta'rif beradigan bo'lsak, kosinus alfa nima derdi? Yopishgan, shu burchakka yopishgan katetni gipotenuzaga nisbatan hisoblaydi. Agar biz bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, x imiz teng bo'ladi bizda a kara kosinus alfaga. A kara kosinus alfaga teng bo'ladi. Ya'ni a tomonga ko'paytiruv bo'lib o'tdi. Mana bizga kerakli bo'lgan, xalaqit qilib turgan x ni ham topib oldik. Topilgan x o'rniga qo'yib bemalol formulani yozishimiz mumkin. Va shu bilan bizda mana bu formulamiz dunyoga kelyapti. Demak, s kvadrat teng a kvadrat qo'shilgan b kvadrat minus 2b, ana bu x ni o'rniga biz a kosinus alfani bemalol yozishimiz mumkin. Demak, 2ab kosinus alfaga teng bo'ladi. Demak, uchinchi tomonni mana shu formula orqali topishimiz mumkin bo'lar ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta o'zingizni reaksiyangizni qoldirishingiz mumkin. Iltimos sizlardan bizlarni to'liq quvvatlashingiz uchun like tugmachasini bosishingizni so'rab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda qiziqarli mavzular va formulalar isbot agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta shu kanaldan topishingiz mumkin. Ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'ling. Fikrlaringizni izohlarda qoldirib ketishingizni so'ragan bo'lar edik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.